Volmer kompaniyasi standart an'analardan chetlanib, xohlasangiz muzlatgich, xohlasangiz sovutgich qilib ishlatish mumkin bo'lgan alohida kamerali sovutgich taqdim etadi. Videoni oxirigacha ko'ring, gap nimadaligini bilib olasiz. Volmerning VN521 BSI Premium modelidagi sovutgichining zamonaviy xususiyatlari haqida eshitganingiz sari sizning ham hayratingiz oshib borishi aniq. Katta oilalar uchun ishlangan bu modelimizning umumiy hajmi 521 litrga teng bo'lib, shundan sovutish kamerasi 351 litr, muzlatish kamerasi esa 170 litrni tashkil etadi. Sovutgichga Toshiba brendiga mansub GMCC inverter kompressori o'rnatilgan bo'lib, sovutgich uchun 3 yil, motor kompressoriga esa 10 yil kafolat beriladi. Zamonaviy ko'rinishdagi sensor boshqaruvi sovutgichning ajoyib funksiyalaridan qulay tarzda foydalanish imkonini beradi. Sovutgichimiz Multi Air Flow va Total No Frost sistemasi orqali ishlaydi. Undagi Metal Cooling texnologiyasi esa sovutgich kamerasidagi haroratni barqaror va uzoq muddat ushlab turish imkonini beradi. Muayyan mahsulotlaringizni alohida saqlash uchun sensor boshqaruvli Smart Fresh hududi ayni muddaodir. Muzlatgich kamerasi havosini yoqimsiz hidlanishini oldini olish maqsadida Pure Air tizimi bilan jihozlangan. Bu tizim kamera ichida doim toza havo, yoqimli va xushbo'y muhitni saqlab turadi. Video boshida aytganimiz, zamonaviy muzlatgichimizning yangi innovatsion funksiyalaridan biri bu Convertible Zone bo'limidir. Muzlatgichning o'ng tarafini xohlasangiz muzlatgich sifatida, xohlasangiz sovutgich sifatida ham foydalanishingiz mumkin. Ya'ni xohlasangiz -20 daraja haroratgacha sozlab, go'sht mahsulotlarini saqlaysiz. Xohlasangiz +5 daraja haroratgacha sozlab, sabzavot yoki mevalar saqlaysiz. Xohlasangiz bu bo'linmani butunlay o'chirib ham qo'yishingiz mumkin. Bir so'z bilan aytganda, bu premium muzlatgich sizga har tomonlama qulayligi va kafolatlangan sifati bilan uzoq yillar beminnat xizmat qiladi. Tanlovda adashmang. Sifat va zamonaviylik uyg'unlashgan Volmer texnikalarini xarid qiling.